Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel mijozimiz so'radilar, tarozi olmoqchilar. Shu tarozini qanday yig'iladi, sotib olsam, qanday nima qilaman? Ko'pchilik savol beryapti. Tarozini sotib olgandan keyin shuni uy sharoitida qanday foydalanish kerak, qanday o'rnatish kerak? Shu to'g'risida qisqacha video olyapmiz. Bundan hozir davomida ko'rib borasiz. Biz tarozini, sotuvchidan tarozini olib keldik. Zavoddan mana shu holatda tarozimiz shunaqa holatda zavoddan keladi. Shu tarozini endi mana shu yoqqa yig'ib ko'rsatib beraman sizlarga. Korpusning ichidan 4 ta oyoq chiqadi, 8 ta boltaka chiqadi, zaryadniki va tablo chiqadi, kilometr turadigan tablo chiqadi. Nimasi tirkliklanishi deyiladi, taroziga otasi bilan turadi, taroziga ushlab turadi. Mana video davomida ko'rsatib ketaman. Panjara qismini chiqarib qo'ydik chetga, endi esa tarozini tayyorlab yig'amiz. Mana bu tarozimiz noshkasi. Mana bu tarozini dachki bo'ladi. Shu dachkidan 4 ta burchakga 4 ta qo'yilgan. 1, 2, 3 va 4. Endi biz nima qilamiz? Noshkasi rezvarlik. Mana rezvarga aylantiramiz. Joyce Note X bo'lsa, mikrofonni aylantirib past baland qilsangiz bo'ladi, reglovka qilsangiz bo'ladi. Bu pastga tushadi, tepaga ko'tariladi. To'rtta oyoqni qo'ydik, ko'rishingiz mumkin. Taroziga 4 ta noshkasini qo'ydik. Mana shu holatga nima qildik, qo'ydik. Uni yana qaytib bo'shayib nima qilib past baland qilsangiz bo'ladi. O'zingizni nima joyingizni qarab. Bizning joyimiz tekis holatda bo'lgani uchun to'rttasini tik holatda qildik. Sizning joyingiz notekis bo'lsa agar o'shani qilib past baland qilasiz tarozini noshkasini. O'zlar hatto to'rtta noshkani bitta burunga qildik biz. Tarozini qo'yamiz yerga. Bitta qo'yamiz. Tarozini bir tarafini qo'yamiz. Endi esa boltaka bilan qisamiz. Sirlik, xuddi shunday qolgan joylarni ham shunday qilamiz, ikkinchi tarafini. Ikki yon taraf panjarasini qo'ydik. Endi esa ikki yon taraf eshiklarni qo'yamiz. Qo'ydik. Qo'shib moshlar bir-biriga to'g'ri kelishda to'g'ri keladi. Kirgizamiz. Kirgizildi, mana eshikni bemalol ma'mulda taxmirli. Xo'p keling. Eshiklarni holatda bo'ldi, holatda bo'ldi. Eshigimiz. Mana bu tomondan biroz kaltimiz yo'q. Buni kaltdan qisish kerak. Boltakasini bu holatda qanday bo'ladi? Holatda bo'ladi. Holatda 90 gradus bo'ladi. Hozir bu bunday turibdi. Pastda kaltdan qo'tirish kerak, yaxshilab. Shuni turadi. Mana endi esa bu tomonni qo'yamiz. Mana bu tarozini kabeli, tarozini nimasiga berib kiradi. Mana kirdi. Kirgandan keyin nima bu? Rezasi bu. Rezasini anatirib qo'ysangiz ham bo'ladi, mana. Mana shu. Endi esa qizil knopkani bosib turasiz. Tarozi yondi. Mana. Böyle. Nol ko'rsatyapti. Tarozimizda qizil knopka o'chirish yoqishga javob beradi. Sariq knopka tarozini nastroykasiga kiradi. Masxada beraman, bunga tegmaslikni. Hali shu qizil knopka bilan ishlatinglar. Tarozining nimasi, fliklinisi, buni ana bu joyga qo'tirasizlar. Tasamirasizlar, nima? Sifat qilsa bo'ladi, qo'tirib. Tarozini bunga kiydirib qo'ysalar bo'ladi. Shunday holatda turadi tarozi. Вот. Tomonlarida quloqlari bor. Mana quloqlari nimasi yechiladi. Va unda tarozi nima qilib qaytib qo'tirsa bo'ladi. Mana shu optik video shu tarozidan olgandan keyin qanday o'rnatish, qanday ishlatishligini biz sizlarga ko'rsatib berdik. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan tarozi bo'ldi.